Mening sizlarga bek mesligim keladi hoca. Her qanday gumonli qilingizini chiqarib etib, oilangizni qadrlang. Deginingizga bek urunliq. Belki men bek aşırı etkendim. Akanız demeni o'ylayotgan do'zar. Akamga men o'zim tushundirman. Fıran. Baba. Baba seni pek sığındım. Ben seni pek sevdim bala. Rahmet. Ha, men. Öğretmenim. Adraka mağdum mu ya? Ya, benim dadam. Ha? Dada. Assalamualaikum Adraka. Aleykümselam. Obdan tolu var, Bekrakon, şaman tolu var, çocukma. obdan tolu var. Kela ulta. Bekrakon çakır buluşluk kirmeydiğen bulup gitti. Vay Kadranka. Muşu bakanın çolusu yok diyen gepni anlamagan mısın ya? Kızlık yapılsa. Bekrakon bir çay iç. Kasımca. Oldu. O bir bel çay çıkar. Ya oturam da bir oturla. Kadranka. Ma Kasımcan dadamның bir gepi var ekan depti şoň kirgendim. Mandak gep Bekrakon. Saybılaktaki buamdan kapkagan konu tügümeni bilirsen go. Bilime. Kenettin sayahatçılıkka paydası dep tamlarını yanılap yollarını yasap koyaptı. Şunda qıptı. Ben badem köydüm, yaman çıraylı qılıptı. 10 neçə yıldan biri bu tügümenni heytahun başqarıp kelgen. Hazır onun salametliği tadı yaxşı emas, doktorxanadan kelenme yatıdı. O tügümenni onun kiçik oğlu başqarıvadıdı. Umma yetişemeden yalgızçılık dağıttığım davatıdı. Kasımcan'ı verip sen başka desem bu et zırhının işleri bile aşmayman de bu mu onu mu de? Uyan oylap ahire şu tügümenle seni bir çögül tutmaktım mı dep kaldım. Koşulamsa. Yaxşıqa oylap dikenla Qadiranka. Lekin muşu tümenning moddisidan chiqolmay qolamanmi deymi de men. Okma icaranmayma. Üzerinin turmuşunu bir yaxşılık olsun mı ki davatıma. Rahmet Qadiranka. Lekin ze muşu bir Ko'ngling nim bo'lsin dava. ko'nglimnikin desam Qadiranka. Mush kunlarning birida mush tugmanning ilqi tesha piqrab holiq pul chiqib mush tugmanga untatqin kelganimdan birani bes olamik deb ensiraymi qarsizlar. Voy, kulib ketding o. Men ömrümde tügümen teştim piqrab chiqib ketgimni anglab mı bakmadım, görüp mü bakmadım. Acaba korkunacak gençler var Bekrakon. Tügmenning nuridan sudganda shaqirab tushib turdi. Tügmenning teshi g'ar aylanib turdi. Pul yanchiqonligi sharaq chirib turdi. Jahonda buningdan asoyish bormi? Nimadan qo'rqsizlar? Mening vaqtim yetgan bo'lsa, bu tügmenning şey sizga oshmaydi, Bekrakon. Qasmag'o. Silbag'o unda degan bilan bag'o. Ma pulva odamning hammasi cho'ng zavtdan chiqqan oliy darajalik unni yeydi ekan. O tügmendan chiqqanini
Kim yeydi hazır? Mana sizcho ertadan kechgacha do'qmishda o'tirib, tayin yo'q parani qilib, ma jahonning ishining nadin na ketayotganini bilmaysizlar mana. Hozirroq Bekraxon, shahar deganda mushu sop, tabiiy, yeshil yemeklik yeymaymiz deb, mushuna tugmanning unini izlab so'rab yeyotidi. Zavod uni qaraganda tugmanda tatgan un qimmatli ha. Bilamsizlar mana? Shunda mı? Shunda? Kadir aka, bundan sonra ben çıkıp, xel çıkan bilen bir məsləhət iş bakayım ha? Ha, maslahatni obdan qilinglar Juma. Maqlı, bu mühim iş takıldı mı? Ha, Maqlı. Ben çıkayım size bir məsləhət bakayım ha? Maqlı. Ben xəbərini verəcəm ha? Buludu. Oturmaysizlar. Ya boldu ben çıkıp ma iş mühimken tezroq çıkıp bir ha, məsləhət. maqa. Ben o'sib qilib turadi. Bol uzatma lan. Bol uzatma. Ben çıkayım men kep qaptım. Maqlı. Maqilamiz Bekraxon. Maqa qo'shamsa, maqa. Yoldaşlar, Yezlik Partikom ve hükümetinin Tügmen kentinin yeni rahberlik bensiga bo'lgan talviqat sizlardan kutadigan umidimiz zo'r. Men Tügmen kentidagi barliq kadrlarning tajriba saboqlarini yakunlab, kent xizmatida yeni natijalarni qo'lga keltirishni umid qilaman. Darvaqa bir ikki oydan beri bu kentda nurg'un ishlar yuz berdi. Ba'zi masalalarni tekshirish bosqichi turyotidi. Mushundaq sharoitda ko'pchilikning dadil bo'lib, kentning xizmatlarini o'ngishli qanot yaydirishi bakmo muhim. E'tirof qilmay bo'lmaydiki. Ba'zilar sizlarning xizmatinglarga vaqtli bitlikashon bo'lishi, hatto ochiqdan ochiq qarshi chiqish mumkin. Buningdan hargiz tavrinib qolmasliginglar kerak. Aldırmayrak mansılmandıgan da öpkem çıkalaydı de. Tezroq mangmamsa, ödektek ixnaqlab. Kadir mı kızık ki? Ne? Yok ya neden iş tepip. Nim bo'ldi? Biz de endi postakçılık kılamdık. Aqmaq xotin. Hozir ma pul va shaharliklar bor-ku, yerlik mahsulotlarni yeydigan bo'lib ketibdimish. Biz un tatib shaharga borib satsak, boy bo'lib ketmamdi. Gazirchilik qilganda yaxshiroq-da. Hey, raslı paydalığa iş olsa aç Kasımcamış tügmenini bizge beri bitemdi. Bir yerde var ki uyan ba. Kadir Ankam'ın öydükleri herkes ziyan tatıdığı işini kılmaydı Bekraxon. Sarang. Qasımcanning qulda nechmo yevaligini uqmamsa, ular yetişemayotgan gap. Agar ulguradigan bo'lsa, sarang emas bizga tugmanni tutqizib qo'ydigan. Ha, ma'qul, sizning rasli bilalamini. Ha, tügmenni bizge berdim o deyli ma'qul ha. Buğday ve konaklı kapılık alımız Bekraxon. Kallang rasl işlmaydigan bir nima ekansa. Aldılar qaqa akaga o'gitni tatmaz. Uningdan qulimiz pul ko'rgandan shaharga aka kirib satmamdi. Tul kasildimay, voy mang'ina, to'la. Ma'qul. Oyna, ash tugman shu. Bilinme o cinni oğusunu. Qara buni taqib. Bakağı bijim basi. Bijim suvakin degandek mang'ina. Rızvan Gül! Vay bile! Dada, hani ben... Hocam, ulan ne vardı? Kanı Dahan! Dahan geldi mi? Dada, o Dahan seni qanda davalaydı. Yanıla doktorxanaga barayli. Aysa, utmaysa, bana için çaplışı oldu için. Dahan bir lok koysun ben yaxşı olan bitettim. Ben ölsem baray oldu. Qachongacha xurofotlik ishiniza? Dahan kasal davolayolsa doktor nemish qiladi? Gapimni anglig'ina dada doktorxonaga opiray seni. Uyda bunday yetiyversang bo'lmaydi. Ben ölsem bu doktorxonaga bormayman. Ben seni doktorxonaga opirib kasalni davolay deyapman. Shunday qilsam-ku bo'lmamda dada. Qarg'ina. Dumalarim to'xtamay og'riyotdi deysa. Doktorxonaga berib tekshirtgandan keyin kasalning sababini aniqlayli. Shu Dahan kelib sen kasalni davolay olaman dada. Bağmayma. Ben bağmayma dedim, bağmayma. Dada. Vay. Ma'qul. Ems ben kent boshliqlarini chaqirib kelma. Nima? Rızvan Gül, doktor.
Bekrafon. Ha? Tügmenge o keldi oqa. Bunu tartışını bilemsizler? Bilme. Bilmege yerlerim boz. Kadir ankam kelip köz koyduğan boldu. Kasımcan mı vakti yetkende kelip yardımlaşıdığan boldu. Hey. Ha? Tügün aşı untattım kelge adamның birazdan bolsa şey çükütüp qalsa, bütün balağı biz qilib tek ko'radigan kunimiz var o, ha? Ağzını düşünme be. Şu me kızdan devatkan gipini qara. Et degende gipinin sətligini qara bunun. Deyimmi anne? Ha, içi kirib çıklı. Assalamu alaikum. Ve aleyküm selam. Yaxşı mıkan? Yaxşı. Gel. Tügmenning işleri qanday ha? Yaman emas. Gel. Muş bir saatte qancha xalta untatgan oldiganda? Bir ay xalta tugaydi. Bir ay xalta. Uçu. Bu iş mi? Ters iş mi ne mufkan? Yo'q, tez emas. Dadam olib qolmagan bo'lsa, o'zim tatitdim. Yetishamadim shu. Mufkan. Muş bir ay ichida qanchalik pul topding ular? O'xshamaydi. Jiqroq tasdiq, jiqroq topmas. Bo'lmasa tugmanni beqib yotimiz. Manda gap badaltiqa. Sen şirik çıkıp kaldın değil mi ha? Hey! Ne buldun lan? Bulan bir şey ya. La boş yemesken cuma Bekrafon. Özel nokta dans et bir kala. Tügül alıto disana Kadran kanalda set oludu. Estağfurullah. Tügmen o bakarlıkta. Amelikinze. Qanday qilsam bo'ladi? Pul topmay yetaveray desa, teqa bo'lmagan. O şu. Kichkina do'stlar, ha, gapimga quloq solinglar. Sodiqchi qochib ketibdi. Nima deding? Sodiqchi hech yerda yo'qmish. Qachon qochib ketibdi? Atgan qochib ketibdi deydi. Hech yerdan topolmay o'tibdi. Endi hamma gunohni sizga otib qo'yaman. Sodiq rostla qochib ketgan bo'lsa, endi ish chataq. U cho'qim hamma gapni deb bo'ldi. Bo'lmasa shukurdan nechillik hisobini bekor tekshirmaydi. Endi biz qanday qilamiz? Hey, necha kundan beri nega yo'qolding? Ne? Nega bording deyaptim men? Şehre kirib chiqdim shu. Hey! Müşkü oyun çaşkan kıyında biz bir yerden peşkeçilikte kutlanmaydı. Sen olsan şehre girip oyna. Ya nemish bo'ldi? Nemish bo'ldi deyaptın ne? Ma bizning beshimizga o'tgan kunni bilsan-ku? Bilsam, mening qulamda nemish keladi? Hey!
Muşundaq çağda olsun bu özden sorsan olmam da. Ha? Biz bir yerde özümüzün derdini tartamağa kalktı. Senin kıyman yandı. Mən əmdi kiçik bala emas dada. Qaçanqıç mening bağan turğan yerim sürüştürsülər. Ne? Sen özden çoğup kaldın mı? Ha? Sağma bizdek atanın kergi yok mu? Numus kızan olmam da. Özən bir numus qıla. Həmiyyət xəxləsini Haşim Tunguz, Haşim xiyonətçidən deyirlər. Davatkan gebeli. Bu zeytine ne varsa toktan. Onu tutulanma, ne basmasın? Sen mi yok al, hem mi yok ulaş? Bundak candan tek doydum ben. Vay kandak vay. Vay ya. Vay. Ahmet qazlandım, avazladı. Ahmet İlka bakın yukarı çıva. Xotun, bu manısı tızrak değil mi? Qılıvatmang mana. Oldurtib o'tiramdigan dedimmi? Ma buğday tugab ketsa, endi çatak çıkıdı, ma taş quruq cho'gilab ketsa, taş kadın çıkıdı değil mi? Tızrak bula. Mana ilyapman bu. Dört xotun ke mava. Bu çangalla böyle kaçakçı bulsa bir nay yegendek iş kıla bir nay yegendek. Men qandalim changallab olmay. Bunda taqaval tökmemse bunda. Mana qanday qisla o'zdirib bir qisla men bir tugmanchi olmagan ekan. Mana qisla o'zdire. Ne varsa? Ne buldun? Sarang oldun mu? Sarang oldum. Qarab baslamam üstü işimga. Muşu bu xotin kiş qildi qaşma. Setleşligine var. Onam bu dadam meni sizlar gibi postakchilik qilsindan bermagan. Men uni o'zlari tashlabim deyken. Men degan xotin kishi. Ne? Xotin kishi postakchilik qilsa bo'lmaydi deydigan gap bormi ekan? Men bir yordamlasang nim buldimda? Pulni topsam muk hajlasa aqchan. Bo'ldiqlar. Yigit keldi. Yo'q, ashvapti. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Obdan to'lama, shiliq obdan to'lama. Mikrofon tatqul kelganman. Yo'q. Ma aytaqim kam og'rib qolganni yoqi. Ma tugmanni biz sho'gil totimiz. Ha, aytaqon bek bilan tatdi. Voy, xotirjam bo'lsizlar. Biz men nayt obdan tatimiz. Oldirmay, yumshoq tatimiz desizlar, xotirjam bo'lsizlar. Vücutta bu şu sütümünden bir sulu kaldı. Her kanda 10 sütümünden tatka unga yetmez cima. To'g'ri dilla. Xudosi, ugitni ekirlamsa. Unda. Ugitni ekirla. Voy to'la g'am qilib o'ltiravermay uxlasizlar. Bekka shulab ketdi. Xotin, men bek qo'rqyapman. Teftishning odamlar tekshirib kelyapti. Erta meni shaharga olib so'roq qiladi ekan. Hamma balani terganchi Sodiq degan g'olcha. Og'zini ching tutsa, mushu balo yo'qdi. Xotin, meni necha yil kesibdi? Uyey. Nəhətki gapni qildikanlar, og'zlarini ushitmislar. Qanchalik puldi u? Hozircha teftish mahkamasidan aniqlab menga otib qo'ygan puli
100 ming yendan eshib ketdi. Ular kentning hisobotini davomli tekshiryotidi. Yana qanchalik kovlab chiqadi men buni bilmayman. Sodiqjon qechib ketib chatoq qildi. Endi yuqoridan bu ishni hargiz bo'ldi qilmaydim. Men bu ishdan endi qechib qutulolmaydigan bo'ldim. Kelim oltinim, xotin oltinxon. Ben qo'rqyapti men. Men turib o'lib qolgan o'xshayman. Ben o'lib ketgan o'xshayman. Nerede keskenmez gapni qildikanlar? Voy uyqularni uxlaslar, keslar. Oldu ben. İşte oturulay birden. Sen etiği var altınım. Etiğine. Memtika, kesellik ahvalları daha yaxşılaş bo'layotibdi. Xo'sh. Dorilarni vaqtida yeyishni biz unutib qolmaslar. Eng muhimi chechinmaslar. Ma'qul bo'lam, ma'qul. Rahmat sizga. Rahmat bo'lam. Kela bo'lam. O'tira kesinlikle. Kızım, bu kıtım kentkilerine acayip avar kılıverdim. Sen acayip gençsen bala. Ulanı nime de başlap gelgensen. Dada, başlı gepimni unugan bo'lsang, ulağı demaydim. Kesin ig'irlab ketgan tusi qanday qilma. Uning ustiga bizning bir ha-hu deyishpagidek biror yaqin urug' tuqqanlarimizmi bo'lmasa? Dada, nima o'ylayapsa? İşi ben kızım, işi. Unda emasdi. Kent kadrlari qilganlaring uchun xijil bo'layotgansa haqcan. Ular bo'lmagan bo'lsa qanday qilib o'qiydiq-a? Bu qitim sendan ayrilib qolamanmi deb bek qo'rqdim dada. Assalamu alaikum. Aleyküm esselam. Oy kilinli Allah. Ni hao, Yaşlılar, yaşlılar. Oy şakacan, utandım balam. 怎么样，病好一点了没有？ Yaxşı, yaxşı. Mehmet'ka, biz kent rehberleriga vakolatan sizni yo'qlab keldik. Rahmat balam, rahmat. Hammaga rahmat. 没问题，大哥。医生跟我们也说了，你的病没什么问题，好好休养几天就可以出院了。你现在有什么困难可以给我们讲，我们可以帮你，对吧？ Ma'qul, ma'qul balam. Rahmat sizga. Ma'qul. Mehmet'ka, emisi biz qaytayli. Doktorning davolashiga yaxshi moslashing. Tomoqni vaqtida yeng. Biz yana kelib yo'qlab turmiz, ha? Ma'qul balam, ma'qul. Ma'qul. liyan，好，那你好好休息啊，我们走了。好， Ay, to'xtanglar, bir qiz gap bor balam. 你有什么事儿你说。
Ahmetcan'a dep koysanlar. Ötkende Ahmetcan'ı rengitip koydum balam. Onu yetkizip koysanlar. Menden o kapamısa. Ben ötkende hatalı çıktım ha balam. Adem kırga vaxtıda alıcıp kalır diken şu. Şunu bir yetkizip koyarsın balam. Hatırcan bulun Mehmet Ka. Biz çokum yetkizimiz. Hatırcan bulun. Bakar. Koş koş. Hep otur çay Balam, içsin. balam, otururuz. Bakar koş. Koş balam koş. Sekreter! Sekreter! Nimi gap? Davanmış pulu, bekiniş pulu, hemmini töldü. Haşimkilerimiz 20 gün yetip çıktı. Yani nim gap adet geldi bu evge. Haşimkam. Ay Haşimkiler öldü yok. Asta. Haşimkam av itizlikte yitip kaptı. Qarsam tınıqı yok. Yüzlük saçkanıqı məlum qap. Hazır siligi dep qoyay dep kilişimde. Oy nimi deydi kandı. Hey akşam tek sapsak puhlap qağa adam. İtizlik nimiş kıldı ha? Asta. Vay ufludan qarsam yatıda tınıqı yok. Ölüp kaptı deyme. Nime? Nime? Şimdi de? Ölüp kaptı qarsam pakatlı tınıqı yok. Hey oğre. Sen yerimde müç aldın mı? Yok. Yerim sen ötledin mi? Vay yok. Hey Haşim'den gidiş Vay kıldı. vay ne işine bakın ne? Vay ne işine bakın ne? Vay halayı. Vay kadın la. Vay halayı kadın öldü. Vay adam öldü. Kadir aka, to'xtab tuzlama, o'zim tushirib qo'yma. Harbiden üç kişilik mağdurum var. Bize söyleyme. Ha, baqasizlar, baq. Avaydisizlar ya? Ha. Astırak kadran kastırak. Ha. Jusla. Shu qanday bo'ldi? To'xtablanma bu. Faqat uqamay qoldim. Nereden bu olayım? Ha, ma'qul. Bekle akıl nim oldu? Shu turiblamay bug'doy tushmaydigan bo'lib qoldi. Shuning bilan suvni taqab soy qo'yib o'tdim. Bu ügütme xelcik kilovatiste deysizler Kadranıka. Yetimden ağzı açık tegiz bunu kanaptı degendekli bir iş oldu zaten. Yapılmamla hazır onumda. Bekle akıl tenşeklik üstüne koyuyor ta. Ha? Haqli. Yüzü o'p qopti-da hozir. Ha. Bo'ldimi? Ha. Endi suvni koyuyorlar. Çatıqı andın bilemez. Ha, ma'qul. O'tan, juda menga yordamchi, eriqda suv bakjiq etkin olmaydi. Makul. Geçin. Durmayın bana. Yo'ldoshlar,
Bir neçə gündən buyan Tügmen kentida biz o'ylab bakmagan ishlar yuz berdi. Biz bunun ba'zilaridan haqiqatmi cho'chidik ham hayron bo'ldik. Bo'libmi? Uzun yil kent sekretari bo'lib ishlagan Hoshim Eminning kentning nurg'un puli xiyonat qilib, adliya o'rinlari tekshirayotganda o'lib olganligi yezimizda intayin yomon ta'sir paydo qildi. Kent buğaltır Sadıqcanның jinoyatidan qo'rqib qechib ketgini bizning asosiy qatlam o'rinlarimizda masalaning haqiqatan ig'irligini ko'rsatib berdi. Bugun Sadıqcanning soqchilar tarafidan tutib kelindi. Bu ikkilarning o'zaro til biriktirib dehqonlarni qaqti-soqti qilgan qilmishi va kent keltirgan ig'ir iqtisodiy ziyinni hargizmi kechirib o'tkili bo'lmaydi. Bu hammamizga ibrat bo'lishi kerak. Hoshim Emin peshqadam kompartiya a'zosi, uzun yillik kent sekretari. O nemishqa muncha aynib oxirida jinoyat patqiga ketib qoldi. Buni hammamiz cho'nqur o'ylanib ko'rishimiz kerak. Har birimizda kuchlik mas'uliyatchanlik bo'lishi, tashkiliy intizomga angliq bo'ysunadigan ruh bo'lishi, asosiy qatlamning xizmatini jondil bilan suyib ishlaydigan iroda bo'lishi kerak. Qo'limizdagi bu huquq hargizmi haqqimizning xolig'imizni qildigan qurol bo'lib qolmasligi lozim. Oy, mikrofon, nega maqtoq? Ay, şəhid ol, ne maqdı? Şəhgə? To'xtanglar. Ben onun şəhidi kimmi ala, kimmi ya onu? Davtaqo, hozir vaqo, bizning ma tugmanning unni yeydiganlar na jiqib ketdi. Un tatib ulgatdi mavtum hozir. Mushumi vaqo, burg'a odamning uni deyman. O'ynatamsizlar? Bo'pti, sizlar o'ynayveringlar. Baka bo'lgandikan, men mig'ivray ya. Qadiqlardan tugmanni bizdan tugman degani ko'rdi olma. Ancha kunalik bir musobaqalandami? Masroqmo kelib qoldi. Tugmanni to'xtaydi. Shu chog'da vaqo, misha kirib shimshib qarab turdi qalanda. Kim tushdi? Men. Nima? Ana, egilishib qollar. Ikkasi choyni men qo'yasizlar, o'tirib choy isizlar. Voy ana, bunchalik ishni qila olayman. Ikkasilar boliq ta'siri bo'ladi, endi oyim sir bo'lmaydi o'zlarini. Tepaga chiqib choy isizlar. Maşallah. Roşengil iş qilsamay toza bodi yutadigan bo'ldim jumani. Mayli, bola. Kelin qizimni egrilik chiqsanmanglar. Juma. Yani bir nevremni sağ salamet kürek. Hechnim bo'lmaydi dada. Dada, bu qitim Roşengilning ko'zi salomat yursa, jami nevrang 4 bo'ladi. Qaysarjonning to'yini qilsak, jami nevrang 6 bo'ladi. O vaqtda nevralaring beshingni o'chaq qilaydi deyapman shu yerda. Voy, xo'sh olib ketamiz bola. Digilinglar kelar. Sizlar choyni ichaveringlar. Men anani akamga o'tkazib kelaman. Ha? Ma'qul bola. Qasimjon, aqiyimkamga muvofiq baho berasizmi? Akam da hozir puljiq. Qimmatroq bola. Voy bolam. Ay balam. Undaq dema, haqniki qanday olgan bo'lsa shunda olsin. Chaqchaq qilib qo'ydim. Ko'zlik kirib olma Juma. Bo'ladi. Voy. To'xta. Nima ish? Qanday bo'ldi? Nima? Bu tunugida kelganda bugun unutib qoldim Qosimxon. Bag'ni ko'taraman degan tinglar, olsanglar, olaman denglar. Bo'lmasa boshqasi bir yutib. Men hozir oldirash daltaqon. Ma analini akamning ko'pratiga opirib o'tkazib yutib kelay. Enadiki deyishmaylimi? Ma'qul. Anda bo'lsa vaqo, pulni naqdga kelaysan, Juma. Ma'qul. Ma'qul. Mansanglı buludu. Zavut çağdaş. Zavutqa analı hazır ülgürmeyatı da. Şundaqa. Şonda yıxalı bunundaki ana ekerse,
Jınlap ötküzüp algandan keyin meni turguzmayla zavutga ketmagaylı. Boludu adaş. Oy. Assalamu alaikum. Aleyküm esselam. Kasımcan, senin bu soğuduğu kızıqıp bağının heyran mende. Pulun hemmisini senle tepki verme aka. Bizim azrak tep koyla. Analarını neş buldun birse? Cemi 500 kilo ana aka. Akaknikini kanda ağamasan şunda hesaplamaz. Başkalarınkiga kilosu 8 yönden pul bağdı. Muşunu baştan alaylamız. Boludu. Çatak yok. Ana olsa, eli birazdan keyin kasır bilen görüşüp pulonla açıldı. Boldu. Nemi kaldıraysa? Hey, nesi kılsak bulmaydı ufkam. Ben şu kooperatifdimi, şirketdimi, nesi kılmaslık doğrusunda kaydı bekittim. Evet, yakışıklı aka. Hey, Kasımcan. Hem de bu dehqonchilikni qanday qilasiz? O dehqonchilik bilan bu putlaşmaydı aka. Shunaqa? Ketaverdi. Bo'ladi. Anda qolsa, men analarimni mishga tushirib, hozir mashina kirib olib ketadi. Ma'qul. Ben shuni yutayapti. Ma'qul. Shuni anim qilib, ma'qulim qilib. Bağını o köydük dağıtaq. Qo'sh. Gap qilinglar. Endi sal shu pulga jaltib bo'lib qoldi. Bo'lmasa ko'tarib yuradigan bagan emasmi bu? Uning ustiga hammasi topag'ana. Bilmadinglar? Bu yilning usulini setib cho'ntak sepoldanlar dağıtaq. Hem kelar yil nima bo'ladi buni bilgili olmaydi. Sizlarda qancha puldan qancha yillik bersizlar, shuni birdanglar. Manda bo'lsin. Bu 3 ming bag'ni 3 yillik ko'tarib yuray. Bu yillikka 15 ming dollar bo'lmasinmi? Dağıtaqon. Xo'sh. Bizning maldiki Mahat Ko'kkazmi, Nurahimning 5 ming analik beg'ini 15 ming ko'ydan oldi. Sizlarning 3 ming bag. Tezlik gap qilaman. Qasimjon, bag'daymi bu, ha? Ishonmasanglar, tutini silab beqinglar ananiki. U Nurahimnikidan tutsanim o'shiqmaniki. Dağıtaqon. Sizlar manda deb turasanglar, kelishkili olmadi. Boshqa odamni izdanglar ansa. Voy, to'xta, kelishib qolamiz, to'xta. Kelishib qolamiz deyman. Unda bo'lsa, manda bo'lsin. Bir egizli gap qilay. Gap Bu qilinglar. yilliqiga 12 ming dollar beramiz. Yo'q. Ma bo'lmaydi. Bir egizga. Xo'sh. Ekan qulangda. 10 ming dollar bo'lsa, qanda? 10 ming? İsa, bizga o'g'illar. Berdim. Kelishdik qancha? Bo'ldi Isa. Ma'lum. Ma'qul. Qazımcan. Shuncha cho'ng ishni dadamga maslahatsamayli qillama. Dadam anglab qolsa xafa bo'lib qolarmi? Endi dadamga desam, kallasidan o'siq o'tdi. O'tmasa qimma deydi. Onun ustiga dadamning davlat bilan toza xo'shima yo'q. Unda as dadamda uyushiramla. Yo'q. Bir necha kun o'tgandan keyinroq deyman ku. 3 ming anarliq bag'ini 3 yillik o'tiga oldi degan bu kichik gap emas. Onun ustiga bo'yda har qanday ishlarni qilishdan burun cho'nglarni oldidan bir o'tkazatmasak bo'lmaydi. Oldin qatam Bakri bilan ya to'g'riliq qizishib qolgan unutib qoldimmi? To'g'ri dedim. Anda men bu ishni dadam bilan bir maslahat qilay, ya. Ashta qilsizlar. Qarasizlar, mana tikib oldim mana. Voy, chiroyli tikibsan ku. Bo'ptimi? Uyzangmi gul, qo'lingmi gul deysan. Yemin deydi. Aka. Davudkam gepi tura. Kishi o'g'andiki gepi turafka. Endi ana tazib pishqanda gepidan yeni olsa, jidalni o'ynaydigan gap shu. Uning ustiga Davudkam boshqa odamga o'xshamaydi. Sen ushuqroq madam. Ishni yomoniga jo'ramayli Efkan. Onun ustiga o'zi bag'ni o'ddi yurma deb oldimga keldi emasmi? Yeni yilib qolsa, alimal oldida o'z rasvo bo'ladi. Qo'limiz to'xtanma emasmi? Aka. Ayni vaqt Bekrikamni 7 oy yurni o'diga berman deb oldin o'zi kelgan. Oxir qanday bo'ldi? Bir mo'ch qo'saq ko'payib tatding shu. Bu ishlar o'tib ketdi Efkan. Bekrim qoldirib pushaymon qilib qoldi ayna. Bana bir deyish baqliq.
Ha, Davut Ağa. Hoş. Geldin mi? Ha, assalomu alaykum. Qaysarjon, bilaman chiqma. Qasimjon, Ha? bu Qaysarjonni birga olib ketdik-da, ha? Ha. Azizane diyarim var. Vay, kaç tedep makanım var.